Hamid aka. Aka, mana shu parokni nechi pul mashinamga qo'ymoqchiman. Bu parok 650 ming. Voy. Aka, anta 500 ming sotishyapti. Xuddi shu savol ko'payib ketdi. Videoni oxirigacha ko'ring. Zo'r ma'lumot berishga harakat qilaman. Oke, men bugun arzon parok sotadigan odamlarni molini yerga urmoqchi emasman. Prosta oladigan odam uchun yaxshi bitta zo'r ma'lumot bermoqchiman. Bozorda oke, mana shu qo'yib yurgan parogimizning arzoni ko'payib ketdi. Sotuvchi okalar, sizlar shu okalarga to'g'ri ma'lumot beringlar, ular viberni ular qilishadi. Bu paroklarni biz massiviy sotardik. Juda ham ko'p ketardi, chunki sifati ham yaxshi edi, narxi ham cho'nchak bop edi. Bu Xitoy yaramas, buni kopirovka qilibdi. Original bilan farqini tushuntirib beraman. Originalda mana shu chetidagi qora joylari glansiy bo'ladi, keyin olganingizda og'irroq bo'ladi. Arzonida matviy bo'ladi, sifatni qo'lingizga olganingizda tushunasiz aka. Hamid aka, bunisini kim reklama qiladi aka? Bu o'zi boshqa narsa. Bu parok tabi nozik okalar uchun. Bu o'zi boshqacha turadi. Buni qo'yganlar biladi. Sotuvchi akalar, sizlar mendan xafa bo'lmanglar. Sizlar klientga viber beringlar, o'zi imkoniyatdan kelib chiqqan holda sotib olishga harakat qiladi. Biz faqat ma'lumot bermoqchi bo'ldik. Okey, videoni trekker haydaydigan yoki trekker parok arzon oldim deb yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu даже crash sellarda farq bor. Mana buni farqini qarang. Mana bu vashshi baqot, mana bu qayilib ketyapti.